Nega O'zbekistonda shevalar juda ko'p va ular qanday paydo bo'lgan? Tasavvur qiling, 1000 yil oldin na telefon, na internet, na mashina bor edi. Bir qishloqdan boshqasiga borishning o'zi esa bir necha kun vaqt olgan. Natijada odamlar bir-biridan ajralgan holda yashay boshlagan va ularning gaplashish usuli asta-sekin o'zgarib borgan. Masalan, bir hududda bir so'z boshqacha talaffuz qilinsa, boshqa joyda esa umuman boshqa so'z ishlatilgan. Yuzlab yillar davomida bu kichik farqlar yig'ilib, bugungi shevalarni hosil qilgan. O'zbekistonda esa buning yana bir sababi bor. Bizning xalqimiz Qarluq, Choq va O'g'uz kabi turli turkiy qabilalarning aralashuvidan shakllangan. Har bir hudud qo'shni xalqlar bilan savdo qilgan va boshqa tillardan ta'sir olgan. Shu sababli Xorazm, Farg'ona, Toshkent, Samarqand, Buxoro yoki Qashqadaryo shevalari bir-biridan sezilarli farq qilishni boshlagan. Yana bir qiziq fakt. Agar hududlarimiz bir necha yuzlab yillar davomida bir-biri bilan muloqot qilmaganida edi, bugungi ayrim shevalar alohida tillarga aylanib ketishi ham mumkin edi. Xuddiki lotin tilidan ispan, italyan va fransuz tillari ajralib chiqqani kabi.